Salom hammaga, men kuzatuvchilarim, podpischiklarim, hammalari sog' omongina yuribsizlarmi? Ko'ramiz 10 kunlik ichida bizni nimalar kutmoqda deb ko'ramiz. 10 kunlik ichida biz qanaqa energiya deb bilamiz. Bu hammasi Allohimdan, biz bir sababchimiz xolos. Hammaga ham to'g'ri kelmasligi mumkin, hammani energiyasi tushmasligi mumkin. Kimning energiyasi tushsa, shularga to'g'ri kelishi mumkin. 4-martdan 13-martga qadar qanday energiyada bo'lamiz deb ko'ramiz. Like berib obuna bo'lishni unutmanglar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ko'ramiz 4-chislaga kimdir yuragingizni og'ritishi mumkin, 3-kishilar sababli yuragingizni og'ritishi mumkin chiqib turibdi bu yerda. Kimdandir qattiq xafa bo'lishingiz mumkin, kimdir yuragingizga bir gap-so'z, bir kishilar tufayli gap-so'z eshitishingiz mumkin deb turibdi. 3-kishilar o'rtada qo'shilib nimalardir bo'lishi mumkin. Bundan chiqib keta olasizmi? Chiqib keta olasiz, harakat qilsangiz bundan chiqib keta olasiz. Yuragingizga bir kishi gapirsa, qattiq olmang, e'tibor bermang. O'zini energiyasida o'zi qolib ketadi-da, siz negativ energiyada bo'lmaysiz. Yomon gap nima bo'lgan taqdirda ham yuragingizni og'ritsa ham e'tibor bermang. Yana o'ziga kelib qoladi u inson. Siqilib o'tirmang. 5-chislaga masalan ish bo'yicha yuragingizni og'ritishi mumkin yoki munosabat oila taraflama bo'lishi mumkin. Kimdir yuragingizni qattiq og'ritsa, ishda, munosabatda, har tomonlama u yaqin insoningiz bo'lishi mumkin yoki o'shanga ishongan holatingiz bo'lishi mumkin. Unga qattiq ishongan bo'lishingiz mumkin yoki uni o'zingizga yaqin inson deb hisoblagan bo'lishingiz mumkin. Shu uchun ham siqilib ko'z yoshlar bilan o'tirmang. 5-chislaga ikkilanishda turibsiz, qaysi ishni boshlashni ham bilmayapsiz, ikkilanishda turibsiz yoki to'xtab qolgan munosabatlar yana qaytib tiklanishi uchun ham ikkilanib turibsiz. Yana qaytib tiklansam nima bo'ladi, tugatsam nima bo'ladi, tiklansam yana shu holat deb ikkilanishda turibsiz. Ishda ham shunaqa, bu ishni boshlasam xayrli bo'ladimi yoki bunisiga ketsam yoki shu ishimga qolib ishlasammikan deb o'y xayollarga berilib ikkilanishda turibsiz. Ozgina siqilishlar, ko'z yoshlar bilan turibsiz, lekin bulardan chiqib keta olasiz. O'zingiz harakat qilsangiz bulardan chiqib keta olasiz. 4, 5, 6-chislaga ozgina yopiq holatda turibsiz, siqilib qolgandaysiz. Hech narsaga harakat qilqish yo'q, lekin o'zingiz ozgina o'z ustingizda ishlashingiz kerak, harakat qilishingiz kerak. O'z ustingizda ishlab, masalan, ana shu negativ narsalarni kamroq o'zingizga olingda, faqatgina pozitiv energiyada bo'ling. O'zingizni bir ish bilan ovora qiling. Kimdir bir ish boshlamoqchi, o'sha ish yo'li ochilmayapti. Bir biznes, bir tadbirkorlik yoki pishiriq, mana shunaqa konditerskiy sex yoki yarim tayyor mahsulotlar tayyorlash, shunaqalarga ozgina o'zingiz ikkilanishda yo'lingizni topa olmayapsiz. Boshlasangiz xayrli ish bo'lar ekan. Munosabatda ham bir xursandchiliklarning kirib kelishi bor. 7-chislaga qayergadir ketishlar, qayergadir borishlar, xursandchiliklar, dam olishlar bo'lishi bor deb turibdi u yerda 7-chislaga. Mana qachondan beri ko'rmayotgan insoningizni ko'rishingiz mumkin, u bilan dam olishingiz mumkin, bir qayergadir borib, o'tirib, dildan suhbatlashish imkonini berib turibdi. 7-chislar juda ham xayrli. To'xtab qolgan munosabatlar yana tiklanishi, yana kim bilandir ko'rishib, uchrashib, suhbatlashish chiqib turibdi. 8-dekabrda esa o'tirib qolgansiz nimadir yetishmaydi, hamma narsangiz bor, nimadir yetishmaydi, mehr yetishmayapti deysiz menga.
xohlagan mehrni ololmayapman deb turishingiz mumkin. Yoki aqlingizdagi inson ketgan hozirda, g'oyibdan hech narsa demasdan ketgan. O'sha ham sizga aytishi mumkin, hali sen bilan ishim bor, seni tashlab ketganim yo'q, o'zimni problemalarim, o'zimni muammolarim bor. Ularni hal qilib, keyin senga navbat keladi, keyin sen oldinga boraman deb turibdi. Lekin o'zingizni judayam bir yolg'iz holatda his qilib turibsiz. Mana shunda xursandchilik bo'ladimi deb shu 8-martga yana bitta karta tashlay qarim. 8-mart bayramday bo'ladimi? Bayramday bo'ladi, xursandchiliklar bo'ladi, sovg'alarni olishingiz bor. Ayrim insonlar o'zini juda yolg'iz his qilganday bo'ladi. Yolg'iz his qilib, o'zi xohlagan mehrni ololmasdan siqilishlari mumkin. Lekin xursandchilik bor. Kimdir uy olishi mumkin ekan, kimdir esa bir kattaroq sovg'alar olishingiz mumkin. Ba'zi insonlar oddiygina bir mehrli, oddiygina bo'lsa ham juda ham mehr bilan yaqin insonlari syurprizlar kutilishi bor deb turibdi. 9-sizlarga ozgina yana yolg'izlanish, mana shu ichingizda g'ashlik, shundan qanday chiqib ketishni bilmayapsiz, o'z yo'lingizni topolmayapsiz. Sekin-sekin bu yo'llardan chiqib keta olamanmi deb ko'ramiz. Chiqib keta olasiz, kutish bilan turibsiz, kimnidir kutib turibsiz, bugun kelishi kerak, gaplashib olishimiz kerak. Masalan, ishda bo'lishi mumkin, bu qaror chiqishi kerak, bunda ishimiz hal bo'lishi kerak deb shuni bu yerda kutib turibsiz yoki aqlingizdagi insonni kelishini kutib turibsiz, chunki yolg'izlanib qolgansiz, ko'zingiz to'rtta bo'lib qidirib turibsiz, qachon keladi, qachon munosabatlarimizni bir yo'qli qilamiz, yoki u yoqqa yoki bu yoqqa qilib olamiz degan fikr bilan o'tirishingiz bor. 10-sizlarga esa sizga bir kuchli ayol yo'l yo'riq ko'rsatadi. Kuchli ayol bir yo'l yo'riq ko'rsatadi. Sizni mana shu g'iybat, tuhmatlardan olib chiqishga harakat qiladi. Yoki munosabatlaringizda kuchli bir ayol to'sqinliklar qilib, munosabatlaringizni buzib turganlar ham bor ekan. Yoki ishingizda bir ayol kishi sizga to'sqinlik qilib, dushmanlik qilishi bor deb turibdi bu yerda. Bu yerda munosabatlar tugadi. 10-sizlarga sizlar nima qilgansizlar? Munosabatlar tugashi, qaytadan bir munosabat tiklanishi ko'rinib turibdi bu yerda. 11-sizlarga bir kasal insoningizni ko'rib kelishingiz kutilmoqda bu yerda. Kasal bir insoningizni borib ko'rib, undan hol-ahvol so'rab kelishingiz kerak ekan. 11-sizlarga aqlingizdagi inson yoki o'zingizni dokument ishlar chiqib turibdi. Dokument bilan ishlar chiqib turibdi. Erkaklar, ayollar, dokument ishlar chiqib turibdi. Sud ishi, dokument ishi, xullas mana shunaqa holatlar bo'lishi mumkin bu yerda. 12-sizlarga ozgina hamma narsadan cheklanib qolib, to'xtovda qolib, biroz miyangizga dam berib, o'ylash bilan turibsiz. Ba'zi bir insonlarni ko'p bosh og'riydi, bosh og'riq tufayli davleniyasi ham ko'tariladi. Mana shunda ko'p o'ylovlardan bo'lib turibdi, ko'p narsaga bosh qotirasizda, shunga davleniya ko'tarilib ketib turibdi. To'xtab qolgan hozirgi paytda, hozirgi munosabatlar ham to'xtab qolgan, lekin tugamagan, lekin davom etmagan. Hozirgi paytda osilgan holatda to'xtab qolgan munosabatlar yana davom etadimi? Davom etadi. Harakat qilishlaringiz kerak bu munosabat tiklashi uchun. Hozirgi paytda to'xtab qolgan munosabatlar sekin-sekin yana o'z o'rniga tushishi bor. 13-sizlarga tug'ilgan kun, qutlovlar, xursandchiliklar, uchrashuvlar, ko'rishuvlar, yarashuvlar bo'ladi. Aqlingizdagi inson kelishi, siz bilan ko'rishuvi, uchrashuvi ko'rinib turibdi bu yerda. Sizga orqasini qilib ketgan bo'lsa ham, lekin o'y-xayollari, his-tuyg'ulari siz bilan bu yerda. Faqatgina o'ylovda hozir u nima qilib turibdi, biron kishi bilan xiyonat qilmayaptimi,
Men hozirgi vaqtda u bilan gaplashmayapman, lekin qandaydir shubha gumonlar asosida yuribdi, shunaqa holatlarda yuribdi. Lekin baribir ko'rishuv, uchrashuv rejalari bor. O'zini judayam bir nima his qiladi, bu kibrli qilib, o'zi kelsa agar xuddi yalinganday bo'ladi xayolida. Shu uchun ham o'zlaricha orqasini qilib turibdi. Lekin yaqin kunlarda shu nimalarda kelishi kutilmoqda. Buni kelishi bor, lekin o'zicha or nomuslari baland, g'ururlari baland. Shu uchun ham to'xtab qolibdilar. Lekin siz bilan o'tkazgan davr, siz bilan o'tkazgan vaqtlarni judayam xotiralab, endi eslab yuribdi. Mana shunaqa. Bu hammaga ham to'g'ri kelmasligi mumkin. Kimning energiyasi tushsa, to'g'ri kelishi mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana g'oyibona uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.